Gugurtimiz iPhone 17 Pro Max gacha ko'tarildi. Biz hozir Surxondaryodamiz. Ko'ramiz, surxondaryolik akalarimizni nimaga almashtirishar ekan. Ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizmisiz? Ismingiz nima, aka? Dilmurod, Surxondaryo viloyati Denov tumani Empress Gold do'konidan keldim. Wow. Nima olib keldingiz, aka? Конечно, tilla olib keldim sizlarga. Qarang, aka. Mana iPhone 17mizni kamida 1700-1650 dollar. Pro Max. Sizni olib kelgan tillingiz nech pulga destiva qiladi? 2,5 ming dollarga. Buni berishdan oldin bitta ko'raylik. 17 Pro Max ga almashayotgan narsamiz. Bitta ko'ringlar. Aka, jami necha gramm? Jami 28 gramm. 28 gramm. O'rtoqlar 17 Pro Max 28 gramm tillaga almashyapmiz. Nech puldan hisoblaymiz grammini? Bozor hisobida hisoblasangiz 90 dollardan hisoblang. 90 dollardan hisoblaganda ham o'rtacha 2500 dollar bo'ladi, to'g'ri? Nima deyapti? Keyingi viloyat qayerda, aka? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Tillaga sizlar nimani almashasizlar? Surxondaryo plankani tepaga ko'tarib yubordilar ekan. Akam quruq ketmasinlar. Tilla olib kelibdilar-yu, aka. Bizning homiylarimiz. Aka, rozimisiz? Roziman, addushi, yonida bonusga kumushlari ham bor. Voy, mana kumushlari. To'g'risi, men kutmagan edim. 17 Pro Max endi undan u yog'iga nima bo'lishi mumkin deb turgan joyimda tilla bo'lib ketishi bu to'g'risi. Rostdan kutilmagan narsa bo'ldi. Surxondaryo. Gap yo'q.